Assalomu alaykum, hurmatli YouTube kanali kuzatuvchilari. Men dermatolog Jafar Sarikov. Bugun sizlar bilan eng qiziq mavzulardan biri inson terisi nega qichishdan to'xtamaydi degan mavzuda gaplashamiz. Terisi qichishi aynan bir insonning terida qichishlarning paydo bo'lishi uning asab va ruhiyatiga salbiy ta'sir ko'rsatishini hamma biladi. Bu eng yomon holat, yoqmaydigan holat. Shu sabablarni quyidagicha izohlashimiz mumkin. Aynan terida qichish jarayoni albatta teri kasalliklari bilan bog'liq bo'ladi. Qanday to'xtatamiz? 5 ta bo'limga bo'lib olamiz. Birinchisi, terining allergik kasalliklari. Bo'ladi bu dori-darmonlardan bo'lishi mumkin, oziq-ovqatlardan bo'lishi mumkin yoki bevosita tashqi muhit bilan kontaktda yoki idish-tovoq yuvadigan gellardan bo'lishi mumkin, parashoklardan bo'lishi mumkin. Bunda terining ответный reaksiyasi deydi, ya'ni javob reaksiyasi paydo bo'ladi va terida qichishlar paydo bo'ladi. Endi shuni faqat qichishga qarshi preparatlar bilan davolash u vaqtinchalik bo'ladi. Lekin uning asosiy sabablarini bartaraf qilmasangiz, masalan, dorilardan bo'lsa, albatta qabul qilayotgan preparatlarni to'xtatish kerak. Oziq-ovqatlardan bo'lsa, parhez qoidalariga rioya qilish kerak. Yoki tashqi muhit bilan bevosita kontakti bormi, ulardan xalos bo'lish kerak. Aynan qichishga qarshi preparatlar juda ham ko'p. Suprastin deymizmi, diazolin deymizmi, levotetirizin sostavli preparatlar, loratadin sostavli preparatlar juda ham ko'p. Bu bilan biz kasallikni yenga olmaymiz. Ikkinchi bo'lim. Terining autoimmun kasalliklari. Bular bo'lishi mumkin. Psoriaz, ekzema, eshak yemi degan kasalliklar bor. Aynan masalan to'g'ri qichish bo'ladi, juda kuchli qichish bo'ladi ba'zan. Bularni qichishini to'xtatish uchun yuqorida aytgan antigistamin preparatlar bilan davolash albatta vaqtinchalik. Lekin uning keltirib chiqaradigan sabablarini topib va uni bartaraf qilsak, o'shanda effekt bo'ladi, natija bo'ladi. Uchinchi bo'lim, masalan, yana bitta teri kasalliklari bor. Terining virusli kasalliklari. Agar bizda tananing turli xil joylarida uchuqlar paydo bo'ladi. Virusli etiologiya. O'rab oluvchi temiratkalar. Virusli etiologiya bu. Suvchechak, qizamiq, albatta bularni viruslar qo'zg'atadi. Bunda ham qichish bo'ladi. Lekin qichishni to'xtatuvchi preparatlarni bersak lekin virusga qarshi preparatlar bermasak, uning foydasi yo'q. Jarayon ketaveradi. Virus organizmni yengib boraveradi. Agar biz qichish bilan birga virusga qarshi preparatlardan foydalansak, shunda kasallikni tuzatgan bo'lamiz. Yana bitta bo'lim bor. Terining parazitar kasalliklari bor. Bular masalan hamma biladi, o'ta yuqumli kasallik. Qo'tir kasalligi deydi yoki chesotka deyiladi. Teri ostida kanalar joylashgan bo'ladi. Biz kana yaxshigina insonga ozor beradi. Qichishi juda kuchli bo'ladi, ayniqsa kechqurun. Biz uni qichishni to'xtatish uchun suprastin yoki diazolin bilan to'xtatib turishimiz mumkin, lekin kanani o'ldirmaymiz. Oddiy bittagina malham bilan kanani o'ldirish mumkin. Shu bilan birgalikda bir vaqtda ham kanani o'ldiradigan mazlar bilan birga bezotalikni to'xtatib turish uchun qichishga qarshi preparatlar qo'llasak, o'shanda chesotkadan ham qutulamiz. Yana bitta kasallik bor, terining zamburug'li kasalliklari. Ya'ni bu gribkoviy etiologiya deydi, gribok deydi xalq tilida. Agar biz zamburug' ham juda ham yaxshigina qichish beradi. Insonni даже qichishdan charchatib ham qo'yishi mumkin. Buni zamburug' teri tirik organizm bu. Terida yuradi u. Agar biz qichishni to'xtatish uchun natriy xlor, tiosulfat natriy tomchilatib yuborib yoki qichishga qarshi diazolinlar, loratadin sostavli preparatlar bersak, zamburug'ni o'ldiradigan preparatlarni bermasak, biz hech qanaqa naf yoki samara ko'rmaymiz. Zamburug'ni o'ldiradigan preparatlar, flukonazol, terbinafin sostavli preparatlar bor. Albatta zamburug'ni o'ldirsak, zamburug' organizmdan kamayadi, halok bo'ladi. Qichishga qarshi preparatlar insonni tinchlantirib turadi. Demak, yuqorida sanab o'tgan kasalliklarning hammasining asosida bitta sabab, bitta maqsad.
kasallikni keltirib chiqaradigan sabablarni aniqlab, u nimaning hisobiga paydo bo'lyapti? Nimaning hisobiga teri qichishyapti? U sabablar aniqlashtirilgandan so'ng kasallikni bartaraf qilsak bo'ladi. Bo'lmasa, taxminiy da'vo taktikasi davom etaveradi. Birinchidan insonni charchatib qo'yadi, ikkinchidan kasallik cho'zilib ketadi, uchinchidan albatta insonning cho'ntagiga ham zarar bo'ladi. Hurmatli kuzatuvchilar, agar sizda ham yuqoridagi aytgan muammolar kuzatilayotgan bo'lsa, albatta qabulimizga Vatan tibbiyot markazi klinikasiga keling. Bu muammoni birgalikda hal qilamiz. Sizlar bilan men dermatolog Jafar Sarikov bo'ldi. E'tiboringiz uchun rahmat. Salomat.